İlyos! İlyos dedim. Tur bolam. Ay peşin bo'lib ketdi-ku, tura qolmaysanmi? Endi tur. Bu, ozgina uxlay. Yo'q. Uxlash yo'q. Qiladigan ishing juda ham ko'p. Bo'laqa bolam, bo'l. Tez bo'l. Sut sog'i bo'ldim. Lobarlarnikiga tashib kelishing kerak hali. Undan keyin Teshavoylarnikiga o'tgin. G'oz yog' olib kelasan. G'oz yog'i nima kerak? Voy dadangni kuragi og'rib qopti bolam. Uqalab moyni surib qo'yaman. Buvi, peshin deysiz. Hali quyosh ham chiqmabdi-yu. Bo'loqqa qancha erta tursang, rizqing shuncha baland bo'ladi, bolam. Bujon. Har kuni sut ko'tarib soydan yoqut qilmasdan sut qo'shilay berib qo'ysak bo'lmaydimi, ha? Lobarnikiga albatta olib borishing shart. Chunki bechorani 4 ta bolasi bor. Erini topish tutishini mazasi yo'q. 5 yildan bir ro'zg'or qilib, bitta sigir orttirib ola olmaydi. Endi bolalari sut ichmasa nima bo'ladi? Suyagi mo'rt bo'ladi-ku. Shuning uchun olib borib berasan. O'zingda suting bo'lib turib, ularga bermasak qanaqa bo'ladi? Bu gapingiz ham to'g'ri. Sen borib kelgancha men choyingni tayyorlab turaman. Dadang bilan choylarni ichib olgin bolam. Ishga ketishingdan oldin ana Ro'zimurodning haramiga yordam berib yuborgin, hashar qilib yuborgin. Aytib ketuvdi. Ha, yana nima edi? Siz nima uyda bo'lmaysizmi? Yo'q, qiladigan ishlarim ko'p. Haligi ustaning oldiga borishim kerak. Bu yerda nima qilasiz? Nima qilardim bolam? Sovchilikka boraman. Kimga? Senga? Kimga bo'lardi? Bilib bilmaganlikka olasan, onang o'rgisiz sani. Fatima ukasiga Nasibani so'rab sovchilikka boribdi. O'shaning uchun biz ham tezroq harakatimizni qilmasak, qiz yaxshi qiz. Quruq qolishimiz mumkin. Bu. Ha. Yo'q, harakat qilmaymi, bormaymi? Menga undan boshqasi kerak emas. Barakalla, mana bu yigitning so'zi. Ey bolama, tirikligimda seni boshingni ikkita qilib qo'ysam, mendan baxtli odam yo'q. Xo'p. Bo'pti. Aytganlarimni qilgin. Xo'p. To'xta. Kechma. Hey! Bo'ldi. Tush. Borib keldingmi? Borib keldim ha. Qancha chiqdi? 3,600 chiqdi. 3,600 nakladni ber. Hozir.
Umra xola yana chiqdilar-da. Ha? Umra xola yana chiqdilar. Umra xola! Umra xola! Yaxshi chiqing. Yana chiqdingizmi? Xola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzingmisan bor. Yaxshimisiz? Yaxshi, Davralar rahmat. yaxshimi? Kek Yana ko'tar. chiqdingizmi? Chiqdim. Xirmonga baraka. Xola. Sizga zarilmi xola? Ha? Qarigan chog'ingizda. Ya endi ozgina yordamda o'zimga-yu puli bor axir nima endi? Ya yordam-ku, endi yoshingiz ulug' bo'lsa, bu egatni boshidan og'rigacha o'zim ham charchab qolaman xola. To'g'ri. Ehtiyot bo'ling. Hozir. Ana luppiday turibdi. Ha, bo'ldi, chiqing Termasdan endi. iloj bormi? Hali ketyapman. Chiqing, bo'ling xola, chiqing. Xo'p. Xolasi o'tirib turing. Xo'p. Ma, jasur tortur. Ha, Umra xola ya. Charchamadingizmi? Yo, rahmat bola. Bering, men qo'yaman, keling. Ha, xolama. Xola, choydan iching. Rahmat. Sog' bo'l. Necha kilo? Yoz. Ha, 7 kilo terib qo'yman. Ha, umringizdan baraka toping. Ha, xolama. O'zingizni ayamaysiz. Shu desiz, bir gap aytsam, ko'nglingizga olmaysizmi? Menda ko'ngil qopdimi? Xafa bo'lsam. Ayt. Nima ekan ayta qol. Shu men rais bilan gaplashib, faqat pulingizga ozgina pul qo'shtirib bersam. Dori darmon degandek, uy ro'zg'or degandek, nima deysiz? Rahmat bolam. Rahmat. Ko'nglimni topib gapirding, lekin bolam endi raisda ham pul qatta deysan. Nima uni pul zavodi bor ekanmi? Rais buva aytdilar deb kimdandir oladi. U odam rozi bo'lganmi, bo'lmaganmi, Xudo biladi. Bolam qo'y. O'zimga yarasha rizq nasibamni terib yeyapman. Agarda sen raisga aytadigan gaping bo'lsa, Xayrinisoni aytgin. Jon bolam. Xayriniso bevaligi kamlik qilganda uyi yonib ketdi, o'zing bilasan. Iye. Xayriniso opani uyini mahalla bilan hashar qilib ko'tarib berdik-ku ona. Ha, uy joyi hozir yozda to'g'ri keladi, yashasa. Qish kelyapti. Qish bo'lsa ikkita bolasi, qari qaynanasi bilan qishdan qanday o'tadi? Xolama. Shu holingizga ham boshqalarni o'ylaysiz-a? Sizga yordam beramiz desak, nafaqa pulingizga qo'shimcha beramiz desak, moddiy yordam bersak, kimlargadir beraverasizmi? O'zingizni o'ylamaysiz, xola. Dalaga chiqqaningiz chiqqan. Qarigan chog'ingizda nima bor dalada siz, xola? Hech tushunmayman-da sizni. To'g'risi ham. Ozgina bo'lsa ham yordamda. Voy, pul kimni o'ldiribdi? Axir paxtaga qanday yaxshi pul to'lashyapti, voy. To'g'ri aytasiz, xola. Lekin onamdan ham yoshingiz katta. Sizni o'ylayman-da, xola. Ha, rahmat. O'g'lingizni-ku tushunaman, xola. Nabirangizga tushunmayman-da. Altek kuchi bo'lsa, tog'ursa talqon qiladigandek yigit rusini dalaga chiqarib qo'ysa-ya. O'zim ham hayron qolaman. Yo, lekin xola, siz shunaqa deysiz. Men navarangiz bilan bir gaplashadigan gap. Yo. Gapirma bolam. U bilmaydi. Dalaga chiqishimni bolam bilmaydi. Voy, bilsa ko'ngli ranjiydi-ya. Uni ko'nglini o'ksitib qo'yamiz. O'zim chiqaman. Jon dilim bilan o'zim chiqaman. Hozircha kuchim bor ekan chiqaman. Kuchim bor ekan deb dalada yurmaysiz-ku. Endi astoydil hunar o'rganyapti. Mana haqiqiy usta bo'lsin, keyin uyda o'tiraman. Bu gapingiz ham to'g'ri. Ozgina pul ishlamasam bo'lmaydi bolam. To'y qilmoqchiman. Ha. Nabiramni uylantirmoqchiman.
Niyatda yig'ib qo'yganim bor, ozroq. Sal yetmayapti. O'shanga harakat. O'shanga dalga chiqyapsiz. Ha, yashang, umr uzoq Ha, bo'lsin. puli yaxshi-ku paxtani. Albatta, albatta. Ona, Labay. to'y qilsangiz, bizga bir og'iz ayting. To'yingizni bir uchini ko'taraylik. Bir yordam qilamiz. Rahmat. Xudo xolisa, umringizdan baraka toping. Lekin siz dam oling ona, uyga borib. Dam oling. Xo'p. Endi meni ishlarim bor. Maylimi? Ruxsat berasiz? Xo'p. Xizmat bo'lsa ayting. Xo'p. Mana issiq choy qoldi. Xo'p. Sekin o'z amalingiz, bo'ptimi? Bo'pti, Charchamang xola, xo'p. O'g'ling durust ekanmi? Ha, boya qo'ng'iroq qildi. Bolam boya qish eson-omon yetib olibdi. Zavodni yotoqxonasiga joylashibdi. Yeb-icharni ham endi o'sha zavoddagilar berar ekan. Har tugur har oyda borib turaman, oyijon dedi. Mayli, qayerda bo'lsa ham omon bo'lsin ish qilib. Shu pul topaman deb shaharga ishga ketdi. Bir og'iz ham indamadingiz-a? Shu yerda ham ishlasa bo'lardi, kuni o'tardi-yu. Hey, o'g'ling yosh bola emas. Kap-katta yigit. Qolaversa biz o'sha yerda borib ishlagin deb majbur qilganimiz yo'q. O'zi xohlab ketdi shu ishni. To'g'ri, endi musofir yurtda ko'zimizdan narida qiynalmasin deyman-da, xavotirdaman, otasi. Xavotir omonasi. O'g'ling yolg'iz emas. Do'stlar bilan birga ketdi. Yigit kishining ishi shu. Qayerda yaxshi yursa o'sha yuraveradi. Rizqini topib. Sizga bitta gap gapirib bo'lmaydi. Bitta gapimga 10 ta gapingiz taxt turadi. Menga qara. Otangning kiyimlarini yuvib qo'y. Hammasi loyga qorishib yotibdi. Ishim loy bilan bo'lganda keyin qorishadi-da. Nimaga buni qo'yib qolding sen bugun? Ko'ringan odamga nishini sanchasan, ha? Hay, ana Ilyos qizingizni so'ratib, sovchi yuboribdi. Ilyos? Ha? Qaysi Ilyos? Rais jiyanimi? Voy. Yo'q, o'sha o'zingizni o'g'lingizdek ko'rgan shogirdingiz. Ha, to'g'ri. Xayolingizda hech bunaqa ish qiladi deb o'ylamagansiz-da. Shuning uchun qaysi Ilyos deb so'rayapsiz. Ko'rdingizmi? Shunaqa degan. Shunaqa. Biz uyimizda o'g'limizdek ko'rib, shogirdlikka oldingiz. Qizimiz bilan birga o'sdi. Ha, mayli endi aka-singil deydi, biz ham be'tibor bo'libmiz. Qarang. Uni dilida nima niyatlar bor ekan? Boshidan buni niyati yaxshi bo'lmagan, dadasi. Hey. Nega o'xamaq qilaverasan? Ha? Men Ilyosni 10 yildan beri bilaman. Juda yaxshi yigit, beg'araz, halol, pok, mehnatkash. Yana nima kerak? Voy. Ha, yaxshi yigit bo'lsa shu ishni qilarmidi? Bas, hey. Namuncha yomon tomonini ko'raverasan? Ha? Bir yigit bo'lar shunchalik bo'lar. Bu ko'ngil ishi. Qolaversa, nima yomon ish qilibdi? Meni o'zim Ilyos bilan gaplashaman deb niyat qilib yurgan edim shu masalada. Voy, voy, voy. Lekin Xudoning o'zi ishimni o'nglabdi. Andisha qilib gapirmay yurgan edim. Voy, to'g'ri. Menga qara. Qizimizni birovga uzatish uchun butun qishloqni odat to'ntar qilib qidirsang ham Ilyosdan boshqa yaxshi nomzod topa olmaysan. Voy, menga qarang, nimalar deyapsiz? O'zingizdan o'zingiz kallangiz joyidami? Ha? Voy, otasi, Ha? sizni ular issiq sovuq qilib o'ziga og'dirib olgan. Ey, napasingni siqila. Nima ekan mana? Namuncha tarafini olasiz unda. Men bor gapni gapiryapman senga. Bu choychi. Bu bordingizmi? Ha, bolam. Uyingga bug'doy to'kilgur. Iching qizib ketyaptimi, a? Yo'q, endi so'radim qo'ydim. Ha, bordim. Otasi ishga ketgan ekan. Onasi bilan gaplashdim. Xo'sh. Xosiyatxon ajoyib ayolda.
fe'li sal torroq. Ha, mayli. Qizim hali yosh, ro'zg'ori eplolmaydi dedi. Bosiyat xola menga qizini bergisi kelmagandir-da. Shuning uchun shunaqa degan. Sen ko'nglingni cho'ktirma bolam. Men bor ekanman. Mana shu qizni albatta senga olib beraman bolam. Sizlar maslahatlashib ko'ringlar, indinga yana kelaman dedim. Menga qara bolam. Otangdan xabar ol. Ovqatini ichganmikin? Ichgan bo'lsa kosalarni olib chiq. Bor. Yaratgan egam. Nima mushkuloting bo'lsa, menga ber. Men chidayman. Ammo shu nevaramni yarimta ko'lini sindirma. Yigit boshini egma. Allohu akbar. Ey, nonni ushatmaysanmi? Ovqatdan sovuq bo'ldi-ku. Xo'p. Tavba. Menga qara. U bolani senga nimasi yoqmayapti? Ha? Halol bola bo'lsa, aqlli, xushli, toparman, tutorman, muomalali. Yana nima kerak senga? Voy dadasi, kazo man degan joylardan bitta qizimni so'rab turishganda kelib shularga beramanmi? A? Uy joyini ko'rganmisiz? To'kilib tushiydi deyapti. Namuncha molparastsan. Ha? Namuncha molparastsan. Eslab ko'r, menga tekkan paytingda nimamiz bor edi bizni? Ha? Shu to'kilib tushadigan uyimiz ham yo'q edi-ku. Mana rizqimiz qo'shilgan ekan, mana amakimning uyida turdik shuncha yil. Kam bo'lmadik. Mana hamma narsamiz bor. Ha, uni ham pechanasida bo'lsa to'lib ketar. Menga qara. Yana bitta misol. Boy joyga quda bo'laman deb hammani tanlab turib qizini uzatgan seni seyningmi? Ha? 2 haftani bittasida bolalarni yetalab ko'zini yoshini oqizib keladi uyiga. Bularni ko'rib bojam bechora kasalban bo'lib qoldi-ku. Halovat yo'q uyida. Shu kerakmi senga? Otasi, mayli, uy joyi ham bir gap bo'lar. To'g'ri, Umri xola farishtali ayol, bama'ni ayol. Jon deb ularga qizimni topshirardim. Lekin o'g'lidan qo'rqaman. Zohdanmi? Hada. U bechora bir kasalvand bo'lsa, 15 yildan beri shipga termilib yotgan bo'lsa, uni nimasidan qo'rqasan? Otasi, ana qo'shnimiz Ozodaxondan eshitganim bor. Nimani? Zohidjonni kasali suyak surar ekan. Yo'q. Umri xolani otasi rahmatli Eshon buvoy ham shu kasallik bilan 8 yil og'rigan ekanlar. Keyin vafot etgan ekanlar. Boshqa bolalari turmagan ekan. Shu bitta Umri xola yashab qolgan ekanlar. Qarang, Allohim shu Umri xolaga o'zi bittagina farzand ato etibdi-yu, shu bolasida ham shu kasallik bor ekanda. Ertaga Ilyosda ham shu kasallik kelib chiqsa nima qilaman? Tavba de. Vahima qilmay. Lekin Zohid 20 ga kirmasdan kasalban bo'lib qoldi. Borgan sari mazasi qochaverdi. Endi yotoqliq bo'lib qoldi. Lekin u o'g'liga o'tgan emas, o'g'li soppa-soq. Bo'ldi. Namuncha tarafini olasiz? Qizimiz haqida gap ketyapti. Gap tamom vassalom. Men bularga qizimni bermayman. Tushundingizmi? Onasiman, haqqim bor. Bolamni ko'ra bilib turib o'tga otmayman. Ana ayting, mayli Ilyosda bo'lmasa ham, bolalariga o'tsa nima qilamiz? Qizim bechora bir umr farzand dog'ini ko'rib yashaydimi? Yo nogiron bolalarga tikilib o'tiradimi? Adoyi tomon bo'ladi-yu, otasi o'ylayapsizmi? Adoyi tomon bo'ladi-ku. Tamom vassalom.
men ularga qizimni bermayman. Kim biladi onasi? Balkim sen haqdirsan. Umri xola. Voy Orzugul. Voy Orzugul. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ahvollaringiz yaxshimi jonim? Tuzimisiz? Rahmat. Charchamasdan yuribsiz. O'zingiz yaxshimisiz? Nabirajonlar yaxshi Voy yuribsiz. rahmat, yaxshi. Shunaqa to'polonchi bo'lishgan, shunaqa to'polonchi bo'lishgan. To'polonlaricha jonimga ham tegdi. Yo. Noshukur bo'lmang. Noshukur bo'lmang. Nabiralaringiz hali yoshda. Voy 5-10 yil o'tsin. Shular shunday yoningizga kiradi. Voy, bu dunyoda nimaga yashayapmiz? Mana shu bolalar uchun, nabiralar uchun yashayapmiz-da jonim. To'g'ri. Umar opa, sizdan bir nima so'ramoqchi edim. Xo'sh. Shu meni-ku nabiralarim yosh. Ular uyg'onguncha tezgina kelib ishlarimni bitirib ketay deb shoshaman. Lekin kelsam, siz hamma ishingizni qilib bo'lib ketayotgan bo'lasiz. Yo siz uxlamaysiz yoki bo'lmasam nimadandir zaruratingiz bor. Hamma narsaga ulguray deyman-da, ulguray deyman. Bu ishga nimasiga ulgurasiz? Belgilangan joyi kun davomida tozalab qo'ysangiz bo'ldi-ku. Dalaga ulgurishim kerak. Vaqtliroq bormasam paxta dalasiga, kecha qolsam odamlarning oldida xijolat bo'laman. Sog' bo'ling, yaxshi qoling. Paxta dalasi. Tavba. Bu kampirni paxta dalasida nima ishi bo'lishi mumkin? Yoki hasharchilarga o'shoqat qilsalar kerak-da. Voy mayli. Jasur nechta odam gaplashding? 30 ta odam gaplashdim. 30 ta. Bu kechga qolib ketamiz agar tezlashtirmasak. Yana bugun 15 tacha odam olib kelasan. Bo'ldi, o'z hozir olib kelaman mashinada. Tezlashtirib olmasam. Voy, kecha qoldimmi? Assalomu alaykum. Ana xolos. Dalada hech kim yo'q, lekin Umri xola shu yerda. Men sizga nima degandim, xola? Kelmang degandim-ku sizga. Uyda nima bor bolam? Uyda zerikaman. Qiladigan ishimni tayini yo'q. Dalaga chiqqim keladi, bahri dilim ochiladi. Ozgina bo'lsa ham yordamim tegsin deyman. Ob-havoni qaragin. Ob-havo g'animat. Tezroq terib olmasak bo'lmaydi. Ha, to'g'ri-ku xolajon. Bo'lmasam nima qilamiz? Siz bugun dalaga kirmaysiz. Siz qizlar bilan gaplashib yurasiz, maylimi? Nega gaplashar ekanman? Ne ularni ishdan qoldiraman? Voy, paxta teraman bolam, paxta teraman. Sekin tersam ham toza teraman. Har holda 3-4 so'm pul foyda menga. Qiynalib qolmay deyman-da xolajon. Bab aytganingizni qilasiz. Xo'p. Charchamang.
Nasiba, yaxshimisan? Bu yerda nima qilyapsiz? Kel qarashib yuboraman senga. Yo'q. U bu kim ko'rib qolsa, naq gapga qolib ketaman a. Shoshma, senda gapim bor edi. Nima gap desiz, gapiring. Haligi buvim sizlarnikiga boruvdi. Xo'sh, Shu sovchilikka. jinnimisiz? Dadam bilib qolsalar naq o'ldiradilar. Yo'q, sen rozimisan, yo'qmi shuni ayt. Demak, rozisan. Ovora bo'lmang, Xosiyatxon. Men birrov kirdim. Uyga ketish kerak. Kecha bir gap to'g'risida og'iz ochuvdim. O'shani bilgani keldim javobini. Nima bo'ldi javobi, nima qo'ydi dedim. Malijon uydamilar? Haligi yo'q edilar-ya, xola. Haligi qo'shni qishloqda qanaqadir bir boyvachcha bir imorat solayotgan ekan. Shunga sog' tushib qoldi. Yog'ingarchilik bo'lmasdan bitirib olaylik deb qo'yarda qo'ymay olib ketishdi-ya. 1-2 kunda keladilar. Yo'q, haligi 15 kunlarda kelib qoladilar. Ha. Choyga qarang. Haligi Xosiyatxon o'zi Malijon bilan gaplashdinglarmi? Ha, kecha gaplashgandik. Xo'jayinim Ilyosjon yaxshi yigit, bizga o'z o'g'limizdek bo'lib qolgan dedilar. Voy, aylanib ketding. Demak, rozisizlar. Voy. Xudoga Juda soddasiz, xola. Siz tushunmadingiz. Haligi Ilyosjon bilan qizim aka singilday bo'lib katta bo'lishgan. Aka singilday bo'lib qolgani ma'qul deb tayinlab aytib ketdilar. shunaqa dedimi? Voy. Bo'lmadi. Nima? Xosiyatxon, shoshmanglar. O'ylab ish qilinglar. Yoshlar bir-biriga ko'ngil qo'ygan. Ularni ajratib bo'lmaydi. Voy. Ko'ngli og'rib qoladi. Xola, sal og'zingizga qarab gapiring. Men sizni qishlog'imizni yoshi ulug'i deb hurmatingizni qilsam, miyangiz aljirab qopti-ku. Nima deganingiz bu? Qizimiz sha'nini bulg'amang bunaqa gaplaringiz bilan. Nasiba meni tarbiyam olgan. Gapirgan gapingizni qarang. Kelib bir kasalmandni o'g'liga ko'ngil qo'yadimi? Nima dedingiz? Haligi xafa bo'lmang-ku. Gapni ochig'i shu xola. Kasalmand? Nimalar deyapsiz? Shunaqa deng. Men sizga qizimni bermayman, bera olmayman. Meni to'g'ri tushuning. Allohu akbar. Xola? To'g'risini aytganim uchun mendan xafa bo'lmang.
Meni bolam kasalmas. Bolam uzoq yashaydi. Uyimni chirog'ini ko'p yillar yoqadi. Bolam kasalmas. Voy kasal deyishdi. Xudo bolamni kasal deyishdi. Buva, qayerda yuribsiz? Nima bo'ldi? Izlamagan joyim qolmadi-yu sizni. Tinchlikmi? Dadam, qon kelyapti og'zidan. Qo'rqib ketyapman, yuring buva. Dadangga? Voy o'lmasam. Nima qilishni bilganim yo'q. Voy o'lmasam. Voy dadangga nima bo'ldi? Bilmayman, qo'rqib ketyapman. Oldin bunaqa bo'lmagandilar-yu. Voy nega qon oqadi? Bilmayman buva. Voy o'lmasam. Voy yiroqqa. Voy. Voy. Bu? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisiz? Doktorga borib qo'ydingmi, oyi? Ha, uygacha olib borib qo'ydim. Yaxshi qilibsan. Baraka top, bolam, baraka top. Ayol kishini kechasi yolg'iz yurishi yaxshi emas. Dadam yaxshimilar? Ha, yaxshi. Xudoga shukr, yaxshi. Hozir uxladi. Bezovta qilmagin, xo'p? Bu balki dadamni shaharga borarmiz, a? Doktorlarni maqtashadi-yu. Nima deysiz? Otam ham shu taxlit yotib, og'zi burnidan qon kelib azob tortgan. O'shandan so'ng bir oyga ham bormadi. Bolam sho'rlikni peshonasiga shu bitirgan. Taqdirga ko'nmay ilojimiz qancha. Bechorani sarson qilib nima qilamiz? Umrini oxirgi kunlarini o'z uyida tinch yashagani ma'qul. Bu meni eshityapsizmi? Bu meni eshityapsizmi? Bu Ko'ramiz. Birpasdan moli. haligi bu nasibalariga bordingizmi? Ha, bordim. Xo'sh. Otasi qo'shni qishloqqa ketgan ekan ish bilan. Kelgandan keyin gaplashamiz deyishdi. Men Nasiba bilan gaplashuvdim. U ham qarshi emas. Yaxshi bolam. Aytdim, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Otasi kelsin. U ham rozi bo'lsa kerak. Ha, mayli siz davolab qoling-a? Xo'p. Yaxshi, davolang, xo'p.
Salgina oshibdi opa. Shunaqa gaplar Ozodaxon. Shartta gapirib tashladim. Hech nima deya olmadilar. Bir og'iz ham so'z aytolmasdan chiqib ketdilar. Bekor qilibsiz opa. Umriya xolani dilini og'ritibsiz-ku. Ha nima? To'g'risini aytdim. Odam ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak. Yaxshi bo'ldi. Keyingi safar birovni eshigini taqillatishdan oldin o'ylab ko'radigan bo'ldi. Endi kasalvand nabirasiga o'ziga o'xshagan birortasini olib bersalar to'g'ri bo'ladi-da. Opa, kim aytdi Ilyosjonni kasalmand deb? Voy. Ozodaxon, bir qadam tashlashiga, yurishiga e'tibor berganmisiz? Bitta oyog'ini noto'g'ri tashiydi-yu. Mana shu kasallikni belgisida irsiyatdan o'tgan. Otasi ham boshida oyog'idan qolgan ekan birinchi. Voy, opajonim, gapirmay dedim-u, jim bo'lay dedim-u, hech jim bo'lishga qo'ymayapsiz. Har xil bo'xtonlarni taxlab tashiydiganga o'xshaysiz. Voy, nima dedim? To'g'risini gapirdim. Opa, unda eshiting. Bundan 23 yil oldin Umriya xolani uyiga Arafat ismli qiz kelgan. Bu Umriya xolani jiyani bo'ladi. Qiz shaharga o'qishga ketgan. Shu bilan bir bola bilan sevishib turmush qurgan. Kichkinagina to'y qilgan. Nima bo'pti-yu, kuyov bola bezorlari qo'lidan bir notanish ayolni qutqaraman deb o'lib ketibdi. Gumonasi bilan Arafat qolib ketdi. Ammaniga kelib yashadi. Ammaniga kelib yashaganini hech kim bilmagan, opa. Shu bilan bir kuni eshigimiz taqilladi. Qaynonamga yugurib Umriya xola chiqibdilar. Keyin ikkalasi amallab, samallab haligi bolani dunyoga keltirib olishdi. Qarabsizki, Ilyosjon tug'ilgan. Rostdanmi? Ha, bu gaplardan sizning xabaringiz yo'q, opa. Arafat qishni chiqarib shaharga o'zi ketgan ekan. Azoqjon aka bilan Munira opani bolalari bo'lmagan-ku. Ilyosjonni o'zlariga farzand qilib asrab olishgan ekan. Avval boshdan shunaqa reja bo'lgan chamamda. Rostdanmi? Opa, shunaqa. Umriya xolamning ham peshonalari juda ham sho'r ekan. Bu yoqdan Zohjon akam kasal bo'lib qoldilar. Undan kelgan kelinlari olamdan o'tib qoldi. Bitta ishongani, suyangani, tayangani mana shu Ilyosjon bo'ladi, opa. To'xtang. Siz bu gaplarni kimdan eshitdingiz? Qaynonam rahmatli aytgan edilar. Ana bo'lmasa. Endi Ilyosjonni oyog'iga keladigan bo'lsak, bunga sizning o'g'lingiz ham sababchi. Voy. Nima deganingiz? O'g'limmi? Bunga nima aloqasi bor? 3 yil oldin to'g'on qurilishi esingizmi? Ha? O'shanda Ilyosjon ham borgan, sizning o'g'lingiz ham borgan, meni kichkinam ham borgan. To'g'rimi, opa? O'shanda to'g'onga daraxt kesib tushamiz deb toqqa chiqib ketishgan ekan. Sizning o'g'lingiz o'rmonning ichigacha kirib ketgan ekan. O'shanda yaxshi ham orqasidan Ilyosjon borgan. Agar Ilyosjon bormaganida o'g'lingiz bo'rilarga yem bo'lardi. Voy, nimalar deyapsiz, Ozoda? Sizning o'g'lingiz sabab bo'lib Ilyosjonni oyog'i mayib bo'lib qoldi. Yo'q. Meni o'g'lim aytib berdi bu gaplar hammasini. Ha? Ana endi hamma gaplardan xabaringiz bor. Endi bu yog'i o'zingizga havola, opa. Mayli, men bora qolay. Yo'q, turmay. Bezovta bo'lmang. O'zim chiqib ketaman.
Jonim. Ha kiravering. Assalomu alaykum. Voy keling. Va alaykum assalom. Voy Voy xolajon, keling. yaxshimisiz? Rahmat. Eson-omonmisiz? Mazingiz yo'qqa o'xshaydimi? Ayyo, ozgina qon bosimim ko'tarilibdi. Shunga boshim aylanyapti jonim. Umri xola, men kecha sizni bilmasdan xafa qilib qo'ydim. Ayyo. Sizdan uzr so'ragani keldim. Juda xijolatman. Yo'q, xijolat bo'lmay, hech narsa bo'lgani yo'q jonim. O'zi sal shunaqa qo'polroqman-da. Yo'q, unaqa demang. Juda ham xijolatman. Meni kechiring. Kechirdim, xijolat bo'lmang. Hech narsa bo'lgani yo'q. Rahmat. Haligi men bir yumush bilan kelgandim. Tinchlikmi? Ha, shu ertaga biznikiga o'tsangiz. Ha, Kattalarni yig'ib bir maslahat qilsak. shunaqami? Qanaqa maslahat ekan? Voy, xola? Ha, to'yni maslahati-da. Qanaqa maslahat bo'lardi? Yo qizimni kelin qilishdan aynib qoldingizmi? Voy, aylanib ketdingizdan. Voy, Qosiya jonim mana. Aylanib ketdingizdan. Shundoq ajoyib maslahat bo'ladi-yu. Men bormayman. Albatta boraman. Unda men sizni ertaga kutaman. Xo'p, ertagacha otdek bo'laman. Mayli. Tezda yaxshi bo'lib qoling. Sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat. Yaxshi. Meni kechirdingizmi? Kechirdim. O'zim o'rgilay sizdan. Xo'p, xola. Xo'p, Yaxshi sog' bo'lib qoling. Xo'p. Voy Umri xolajonim, o'zimni. Voy, keling, o'tirib oling. Sekin. Voy. Sekin xola. O'tirdingizmi? Yugurlar bilan. Ozgina charchab qolman bola. Yaxshimi orqangizda? Yaxshi. O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Hammasi yaxshimi? Voy xolam, juda xursand bo'lib ketish ham bo'lmaydi-da, xola. Bu kunlarga yetish oson bo'ldi. To'g'ri, xola. Hozir choy olib kelay, bo'lmasam. Yo'q, choy olib kelmay. Zohidjon shu yerdan chiqdimi ko'chaga? Hovliga. Chiqdilar. O'g'limni to'yini ko'ray deb hovliga olib chiqinglar dedilar. Darrov olib chiqdik. O'g'lim bilan xo'jayinim ularning yonidalar. Siz xavotir olmang, xola. Hammasi yaxshi. Xola, Zohidjon akam shunaqa xursand bo'ldilar. Xola jonim. Nima xavotir olmang. Xo'p, xola. Mehmonlarga qarang. Xo'p. Mehmonlarni tashishini qilmang, xola. Yog'ini menga qo'yib bering. Hammasini o'zim, Xudo xolasa, qarayman. Xo'p, xola. Siz o'tirib turing bo'lmasam. Hozir men sizga issiqqina choy olib kelay, xola, maylimi? Xo'p, xolajon. Hammasi yaxshimi? O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi, xola? Xo'p, hozir kelaman, xola. Shukrlarni ko'rsatganingga shukur. Shukrlarni ko'rsatganingga shukur. Bolalarim baxtli, saodatli, soliha farzandlarni ota-onasi bo'lishsin. Baxtli bo'lishsin. Umrlari ziyoda bo'lsin. Amin. Alloh